Bu hadis Ibn Mojadan keltirilgan, Abu Said al-Xudri roziyallohu anhudan. Rasululloh aytadilar, odamlarning ishlarida, din ishlarida Alloh foydali qilgan ilmni kim yashirsa, bu kishini Alloh taolo qiyomat kunida o'tli yugan bilan yuganlaydi. Shunday bir ilmki, shunday bir hunarki, ishki odamlarga foydasi bor. Shunday bir ilmki, ishki dinga foydasi bor. Bu biz aytayotgan odamlarning ishiga foydasi bor deganda hunar bo'lishi mumkin. Eshitib qolamiz, falonchining hunari zo'r, birovga o'rgatmaydi deydi. Ha desa, konkurent bo'lib qoladi. Yana bitta shu ishni biladigan odam bo'lib qolsa deydi, men rizqim unaqa emas. Musulmon odam e'tiqodida seni rizqingga hech kim konkurent bo'lmaydi. Yana qaytarib aytamiz, odamlarga dunyo ishlarida foyda qiladigan biror ilmni yoki kasbni o'rgatmasdan berib ketayotgan odam so'ralganda, qiyomat kunida o'tli yugan bilan yuganlanadi. Mayli agar juda ham bir qizg'anchiq bo'lsa, o'rgatsin, men tirikligimda qilmaysan bu hunarni deb qo'ysin. Ja, agar go'rga olib ketib qolmasin o'zi bilan shu ilmda, shu hunarda. Chunki shu ilmni biladigan boshqa odam yo'q bo'ladi shu musulmonlar orasida shu ilm. Shuning uchun hunar egalari, ilm egalari sizlardan so'ralgan paytda buni berishlikdan baxtli qilmanglar. Chunki qiyomatda azobga sabab bo'ladi bu narsa.